Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Breitbart to'rining 1-iyuldagi xabarida Washingtondagi bir Uyg'ur guruhi va Germaniyadagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi uzundan beri kutilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari komissari Mashal Bacheletning Sharq Turkiston ziyoratini oxirlashtirib, Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini aqlagandan keyin Mashal Bacheletni vazifasidan iste'fo berishga chaqiriq qildi. Bachelet ziyoratining oxirida Xitoyni yenik tanqid qilgandek qildi va Xitoyni tekshirish uchun bormaganligini aytdi. Xitoy davlat axboroti Bacheletning Xitoy davlatining hokimiyatini haqliq ko'rsatganligini, Uyg'urlarning kishilik huquq arzlarining suiqasd nazariyasi ekanligini oshkorlaganligini xabar qildi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining qo'g'uvchisi Salih Xudoyor Sharq Turkiston Uyg'urlarning Xitoy tajovuzchilari tomonidan qonunsiz ishg'ol qilingan asir joy Şinjanning o'rniga qo'llanishi tavsiya qilinadigan nomdir. Bacheletning bu adolatsiz ziyorati inson haqlarimizga hech kimning parvo qilmaydiganligini, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishning davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish, xalqimizning mavjudligi va inson haqlarining kafolati uchun birdan-bir yo'l ekanligini ko'rsatdi. Sharq Turkistonning ko'rishi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining saxta inson haqlari bilan bo'lgan ko'rishi emas. Millatimizning mavjudligini saqlash uchun mustamlikaga qarshi elib berilayotgan kurashdir dedi va Bacheletning Sharq Turkiston ziyoratini saxtalik qilish bilan tanqidladi. 1993 yili Dunyo kishilik huquq yig'inida xizmat qilgan Bacheletning o'rnini borliqqa keltirgan Ottawa Universitetining qonun professori Frederick John Pecker Bacheletning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komitetini og'ir darajada xatarga atgan bu qilmishiga cho'chib ketganligini aytdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi seshanba kuni Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Bacheletning ziyoratini tanqid qilganligi va Xitoyni irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan ayblaganligini aybladi deyildi. Xabarda yana Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijianning o'ktamlikni takrorlab, Amerikaning Xitoyning egalik huquqi, bexatarligi va taraqqiyot manfaatiga samimiy hurmat qilishi, Xitoyni haqoratlash uchun har xil yolg'onchilik va gap so'zlarni to'qib chiqarishni to'xtatishi, kishilik huquq masalasida Xitoyning ichki ishlariga aralashishni to'xtatishi kerakligini aytganligini bayon qilish bilan birga yana Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysaning Bacheletning ziyorat xulosasining Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 5 yildan beri irqiy qirg'inchilik yurgizib kelayotgan Xitoy bilan birlikda ekanligidek ta'sir berganligi, Bacheletning vazifasini ado qilmay, Xitoy tashviqotini qilib, ishxonasining yuzini to'kkanligidan qattiq cho'chiganligini, Rushan Abbosning Bacheletni iste'fo berishga da'vat qilganligini bayon qilgan. Qaraganda Dunyo Uyg'ur qurultiyi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ziyoratidan cho'ng umidlarni kutgan bo'lsa kerak. Erkin Osiyo radiosining 3-maydagi xabariga qaraganda, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari komissari va uning guruhi Sharq Turkistonni ziyorat qilgan asnoda Xitoy tajovuzchilari turma va lagerlarga qamalgan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning tuqqanlarini va yaqinlarini yig'ib siyosiy o'g'inish qilishga majburlagan. Yezida ishlaydigan bir soqchining aytishicha, siyosiy o'g'inishni 4-oyning o'rtalarida boshlatgan bo'lib, xalqning xizmat va ijtimoiy hayoti qattiq kontrol ostiga ilingan. Xalq bir qo'ng'iroq bilan yig'ilib, bir qo'ng'iroq bilan tarqalgan. Davlat maxfiyatligini saqlash, Uyg'urlarni bostirish bilan aloqador tadbirlarning oshkorlanmasligi uchun chet elga telefon qilmaslik, chet eldan kelgan telefonni qabul qilmaslik to'g'risida ogohlantirish, sirtdan kelgan har qanday kishi so'rgan savollarga o'lchamlik javob berish haqida ta'lim berilgan. Boshqa shaharlardan tuqqanlar yoki do'stlar ziyoratga kelsa, soqchixonaga chaqirilib, ularning nimalarni paranglashib, nimalarni muzokara qilganligi so'ralgan. Bachelet va uning guruhidagilar Sharq Turkistondan ayrilganlar majburiy siyosiy o'g'inish qilish faoliyati oxirlashgan. Türk xalqi vatanparvarlik to'g'risida mundaq deydi. Vatanparvarlik tarozining bir tarafiga qo'yilganda, yana bir tarafiga qo'yib, uni tengpunklashtira oladigan narsani topqili bo'lmaydi. Vatanparvarlik tuyg'usi har qanday tuyg'udan ustun turadi. Ba'zilari qaytib kelishni zodimi o'ylamay oldingi safga boradi. Ba'zilari urushda yaqinlaridan ayriladi. Agar vatani bo'lmasa, keyingilarning nima qimmati bo'lsin? Agar inson qapazdagi bulbulga o'xshash mahbusga aylansa, yeydiganlarning ta'mimi, so'zining ma'nosimi bo'lmaydi. Bir kuni yo'l ayirishga to'g'ri kelganda qilchimi ikkilanmay jonni berish, shehidlik martabasiga erishish, mana bu vatanparvarlikdir. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'laysizlar.